Xitoy Qog'iliqda terrorlikqa qarshi turib muqimlikni qo'g'dash qasamyat yig'ini o'tkazdi. 20 fevral ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan suratlardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralari bugun Sharqi Turkistonning Qog'iliq noyisida atalmish terrorlikqa qarshi turib muqimlikni qo'g'dash qasamyat faoliyati elib borgan. Faoliyat oyoqlashgandan keyin Xitoy qurolli qismiga tava Bironevik harbiy mashinalar Qog'iliq noyisining ko'chalarida tizilib mengib, xalqqa hayvi ko'rsatgan. Undan boshqa Xitoy Sharqi Turkiston xalqiga orom bermaslik uchun Qog'iliqning Yilqichi yezisi va boshqa yezalarda xalqni o'rmon kesish va hashar ishlariga selayotganligi bildirilmoqda. Afg'oniston Xitoyning Afg'onistonda harbiy baza quradiganligi to'g'risidagi xabarlarni rad qildi. Turkiya ovozi radiosining xabar qilishicha, Afg'oniston Xavfsizlik kengashi Xitoyning ishtirok qilishi orqasida Tojikiston chegarasiga joylashgan Badaxshon viloyatida bir harbiy baza qurildiganligi to'g'risidagi xabarlarni rad qildi. Afg'oniston Xavfsizlik kengashining bayonot e'lon qilib, chet davlatlarning Afg'oniston bilan harbiy hamkorlik o'rnatishi yoki ularning davlatimizdagi harbiy mavjudiyati Afg'oniston prezidenti Xavfsizlik kengashi va parlamentning ma'qulliqsiz ishga oshmaydi deganlarni qayd qildi. Xavfsizlik kengashi Xitoyning Afg'onistonda askar turg'izishi masalasining bu davlat hukumati bilan muzokara qilinmaganligini eskartildi. Yanvar oyida Beijing va Kabul hukumatlarining Tojikiston chegarasiga joylashgan Afg'onistonning Badaxshon o'lkasida Xitoyning harbiy baza qurishi to'g'risida kelishganligiga doir xabarlar chiqqan edi. Xitoy Mudofaa ministrligi rasmiy vakili Wu Qianmo bu uchurni rad qilib, Xitoyning Afg'onistonda bir harbiy baza quradiganligi to'g'risidagi da'volar rost emas dedi. Xitoyning bir balvoq bir yo'l plani xalqaro jamiyatning andishisini qo'zg'amoqda. 19 fevral BBC to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Xitoy o'ttirg'a qo'ygan bir balvoq bir yo'l plani xalqaro jamiyatning borgan sari andishisini ham qarshiligini qo'zg'amoqda. Xabarda Xitoy o'ttirg'a qo'ygan bir balvoq bir yo'l plani demokratiyaga foydasiz ekanligi, bu planni o'ttirg'a qo'ygan Xitoy demokratik davlat emas ekanligi, Amerika, Avstraliya, Yaponiya, Hindiston qatorliq davlatlar birlashib Xitoy o'ttirg'a qo'ygan savdo planining qandaq yushurin maqsadi bor? Xitoyning maqsadi nima? Xitoy o'ttirg'a qo'ygan savdo plani Hong Kongni nega boshlamoqchi? Xitoyning savdo plani nima uchun Angliyani o'ziga jalb qila olmaydi degan temalarda izlanish qilayotganligi. Hindi va Tinch okean tavalligidan boshlab Yevropagacha Xitoyning bir balvoq bir yo'l planiga qarshi tadbir o'ylashayotganligi, Xitoy savdo plan nomi bilan o'zining qimmat qarashini dunyoga yeyotidi deb qaraydigan bir qism siyosiyonlar Yevropa ittifoqi cho'qim Xitoyning bir balvoq bir yo'l planiga qarshi Yevropa ittifoqining qimmat qarash o'lchamiga asoslanib, Sharqiy Yevropa, O'rta Osiyo va Afrikaning asosiy aslahalarini taraqqiy qildirish haqida bir planni o'ttirg'a chiqarishning zarur ekanligi bildirilgan. Malayziya 11 Uyg'ur masalasini diplomatik yo'llar bilan hal qilmoqchi bo'ldi. 20 fevral Yahoo xabarida bildirilishicha, Malayziya bosh ministri Ahmad Zahid Hamid 11 Uyg'ur masalasini kishilik huquq qoidasiga rioya qilgan asosda hal qilishni o'ylashib, Tailand doiralari bilan ko'rishmoqchi bo'lganligini bildirdi. Xabarda Malayziya bosh ministri Ahmad Zahid Hamid Singapurda o'tkazilayotgan Osiyo Tinch okean ellari muhokama yig'inida bu vaqtda to'xtalib, biz Tailand amaldorlari bilan 11 Uyg'ur masalasida hech qanday bir davlatni qiyin ahvolga tushirmaydigan uyg'un usulda hal qilishni, bu masalani insonparvar tashkilotlarning hissiyoti, Sharq Osiyo va xalqarodagi kishilik huquq apparatlari nuqtasidan chiqish qilgan holda bir taraf qilishni o'ylashyapmiz degan. Turkiya Asadning Afringa askar yo'llashining oqibatining og'ir bo'lganligini bildirdi. 20 fevral Turkiya ovoz radiosining xabarida bildirilishicha, bosh ministr yordamchisi va hukumat bayonotchisi Bakir Bozdaq ichki kabinet yig'inidan keyin bayonot berib, Turkiya armiyasining Suriyaning Afrin rayonida davomlashtirayotgan Zaytun shahi harbiy harakatining plan bo'yicha davomlashayotganligini uqtirdi. Turkiyaning irodasi qat'iy, uningdan qaytish mumkin emas, ham undaqmi bo'lmaydi degan Bozdaq, Asad hokimiyat kuchlarining Afringa kiradiganligi to'g'risidagi xabarlarning to'g'ri emasligini eskartdi. U so'zini davomlashtirib, xavfsizlik manbalarimiz ta'minlagan uchurga qaraganda, Suriya hokimiyatining YPGni qo'g'dash uchun Afringa kirishi og'ir oqibatlarni keltirib chiqaradi dedi. Zaytun shahi harbiy harakati jarayonida bartaraf qilingan terrorchi sonining 1651 ga yetganligini bildirgan Bozdaq,
rayondagi eng oxirgi terrorchi yo'qotilib bo'lmoqcha bu kurashning qat'iy iroda bilan davomlashtirilganligini ta'kidladi. Bakir Bo'zdaq Amerika Qo'shma Shtatlari bilan o'tkazilgan munbichqa aloqador muzokaralar haqida uchur berib, Amerika bilan qurib chiqiladigan komitetning saqlanayotgan masalalar ustida muzokara elib borganligini eskartgan holda, Turkiyaning u yerdagi munbichdagi terrorchilarni tozalash irodasi qat'iy. Amerika Qo'shma Shtatlari u yerdan YPG'ni chekindirmasa, oxirgi so'zni biz qilamiz. Biz masalaning harakat elib berishga kerak qolmasdilla dialog orqali hal bo'lishini umid qilamiz deganlarni so'zlariga ilova qildi. Ve o topraklar üzerinde Suriye devletinin egemenliğini yok etmek için kurulmuş ve mücadele eden terör örgütleridir. Aynı şekilde Türkiye devletinin toprak bütünlüğüne, sınır güvenliğine ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetine karşı da tehdit oluşturmaktadır. Ve bu terör örgütleri hem Türkiye'nin hem de Suriye'nin ortak düşmanıdır. Rejimin PYD, YPG terör örgütlerini müdafaa için Afrin'e birlik sevk etme gibi bir düşünceye varması veya bu yönde adım atması bölge bakımından çok büyük felaketlere yol açar. Bir defa kendi toprak bütünlüğü için tehdit oluşturan ülkesini bölmek isteyen YPG, PYD terör örgütlerini korumak için rejimin Afrin'e asker göndermesini düşünmek, bunu makul görmek mümkün gözükmemektedir. Çünkü böyle bir adım bölgede başka olumsuzluklara yol açacağı gibi Suriye devletinin de bölünmesine yeşil ışık yakmak anlamına gelir ki Suriye yönetimi de kendi ülkelerini bölecek bir adıma yeşil ışık yakacak bir adım atmayacağını biz düşünüyoruz. Ancak herhangi bir şekilde böyle bir olumsuz adım atılırsa elbette ki bu adımın çok ciddi sonuçları olur. Hem Türkiye için olur, hem Suriye için olur, hem bölge için olur. Türkiye'nin hedefi çok nettir.